Hop, 6-chi crash test IQWatt Mat varianti. Bu ham premium. Buni ham endi ochib ko'ramiz. Hop, ochib ko'rdik. Buni ham korobkasida mat chiqdi. И instruksiyasi. Mat mana bu o'rinda bo'ladi. Ichida ko'rfasi. Chunki aytganimdek, premium ko'prik qo'llada bo'ladigan vatanizatga. Buni ko'rfasi 1,5 metr. Endi mat o'zini ochib ko'ramiz. Şu premium metrajli simimizdan ekan. Bu ham to'rdan sal ochiqroq. To'ri 3ga to'g'ri kelyapti. To'ri 2, to'ri 3ga. Xo'p. Orasini o'zlik kitobi bo'yicha ustunovka qilib yig'ib chiqishgan bular. Hop, где-то 9 santimetrdan 4 kelyapti orasi. Suvli to'g'ri tarqatish uchun ko'rinish mana shunaqa IQWatt yozuvli setkaga to'qilingan. Setkasini orqasi kleyli ekan. Bu degani toza gruntovka surilgan joy bo'lsa, shu yoqqa sop qo'ysanglar, o'zi yopishib oladi mana. Yopishib oladi. Kafilni qilguncha yomon bo'lib ketmasligi uchun. Buni ham perihodlari kleyli perehod, mana kleylar chiqib turibdi. O'rtadan qilib ham chiroyli ekan. Chiroyli qilib yig'ilingan. Hop, buni ochib o'tirmaymiz. Просто bazaviy crash testlarimiz qilamiz. Ancha urdik. Hop, shpatel. Shpatelga bardoshli ekan ancha. Mana ozgina shpatelda bor. Mana. Yaxshi. Yaxshi, skotchlari ham uzilib ketmas ekan. O'zi ozgina qiyshaydi anaqasidan. 1,5 santimetrga. Bu unaqa strashniy emas. Skotchi tars etib uzilib mana yoqqa ketib qolgani yo'q. 3 qator skotchlangan. Yaxshi. Endi buni ham bitta tokka ulab ko'ramiz. Tokka ulab oldik. Kabinamiz qizishni boshladi. Mana. Urdik. Yaxshilab urdik. Shpatel bilan qirdik. Hech narsa qilmadi. Mana ishlayapti. Endi ko'ngil bo'lmayapti menda. Buni ham bitta yoqib ko'raylik. Hop, ozgina qismini chiqaramiz.
Yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Yonib ketmadi. Izolyatsiyasi ham ochilib ketmadi. Огнеупорный, водостойкий. Juda ham zo'r. Sanuzellarga, boshqa joylarga bemalol qo'yishingiz bo'ladi. Gidroizolyatsiya qilmasdan. Kafilchilaringiz yaxshi bo'lmasa ham kabellarimiz ko'roz, baquvvat, yaxshi. Premium baribir premium.